shu original shurpayor naborni sizga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizning do'konimizdan 15-fevralgacha ko'rib turgan Zavodskoy universal drabelkalarni kelib, do'konimizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarni eng arzon Suteka narxlarda kelishtirib hisoblab beramiz. Narxidan tashqari ko'rib turgan shurpayor naborlarni bonus sifatida qo'shib beramiz. Hozirgi tanishtirib o'tadigan drabelkamiz, xo'p, Zavodskoy Xitoy mahsuloti bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Bu drabelkamiz hashi, somon, poya, don mahsulotlar maydalar chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Komplektli narsalarni ko'rishingiz mumkin. Video davomida to'liq obzorini qilib beramiz. Xo'p, ko'rib turgan drabelkalaring Guanjo brendidan akalar 220 uy sharoitida ishlash uchun mo'ljallangan. Bu drabelkamiz motorlarning kilovatlariga qarab narxlari o'zgaradi. Birinchi o'rinda motorlaridan tanishtirishni boshlaymiz. Motorlari 5,5 kilovatli 220 ga ishlaydigan motorlar bilan jihozlangan. Undan tashqari o'zida mana vilka kabellari, hamyoqlari komplekt holatda hamda to'shni ko'rsatib turadigan o'zi datchik qismlarigacha tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi. Motor o'zini avtomatik sovutadi, ventilyator tizimi bor, eng original sifatli motorlardan jihozlangan. Yonboshdagi konditsator qismlari ham kattasidan qo'yilgan. E'tibor beringlar, boshqa drabelkalarga nisbatan bu drabelkamizning listlari anchagina qalin holatda chiqadi akalar. Xo'p, bu tomonidan o't, poya, somon mahsulotlarini solasizlar, maydalangani xolisizlar tepa tomondan, xolisizlar pastki tomondan bemalol chiqazib ishlatsanglar bo'ladi. Don, makka, bug'doy mahsulotlarini bu tomondan solasizlar, maydalangan holatini pastki tomondan bemalol qabul qilib olishingiz mumkin. Buni skorsti bo'lmaydi, setkalari bo'ladi. Setkasini mayda yirikligiga qarab turib, razmer qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, yirikroq, maydaroq, har xilcha setkalar o'ziga tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi. Endi ichida pichoqlarni bitta ochib ko'rsatamiz. Xo'p. Pichoqlari ham juda ham original, sifatli pichoqlar bilan jihozlangan holatda bo'ladi mana. Ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari mana Xo'p, 5 qatorli original pichoqlar bilan jihozlangan. 1 2 3 4 5 mana. 5 qatorli original pichoqlar bilan jihozlangan. Yonboshdagi 3 tali aylanma pichog'i o't kirganda bu pichoqlar maydalab beradi. Baqa kirgandan keyin o'tlarni juda ham mayda holatga ko'p maydalab beradi. Xo'p, bu pichoqlari maslinli, ya'ni shpress yog'lislar, pachimlilar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Har ikkala tomoniga ham pachimlik qo'yilgan hamda ichki tomoniga ham mana pichoq to'qib chiqilgan. Zavodskoy variantda sifatlari juda ham zo'r. Setkasini holati mana shunday holatda qo'yiladi. Ko'rib turgan drabelkalarning narxi 4 million so'mdan dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Bittadan like bosib, obuna bo'lib keladigan obunachilarimizga dastavka xizmatlari hamda narxlardan chegirmalari ham bor. Manzil Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida telefon qilib bog'lanasizlar. Bundan boshqacha drabelkalarimizni do'konimizda mavjud. Kimga qanaqa variant qiziq bo'ladigan bo'lsa, loyihaga chiqib bog'lanishingiz mumkin.